Assalomu alaykum kanalimiz muxlislari. Bugun biz sizlarga uchuq chiqqanda kor qiluvchi maslahatlarni beramiz. Uchuqning oldini olish uchun organizmni chiniqtirish, mavsumga qarab to'g'ri kiyinish, bemor bilan uzviy muloqotda bo'lmaslik kerak. Uchuq hadeb faqat bir joyga chiqaversa yoki ko'z, og'iz bo'shlig'i, jinsiy a'zolarda bo'lsa, tez-tez qaytalab tursa, albatta shifokor nazorati ostida davolanish lozim. Uchuq avj olganda bemor o'rinda yotishi, vitaminlar va mikroelementlarga boy ovqatlar iste'mol qilish tavsiya etiladi. Immunitetni pasaytiruvchi zararli odatlardan voz kechish zarur. Organizm immunitetni ko'tarish uchun 100 gram yanchilgan yong'oq mag'zi, 100 gram qirilgan olma, 2 ta limon sharbati va 1 osh qoshiq toza asalni yaxshilab aralashtirib, sovutgichda saqlab, kuniga 2-3 mahal ovqatdan 20 daqiqa oldin 1 osh qoshiqdan iste'mol qilib yurish tavsiya etiladi. Kuniga ovqatdan 15 daqiqa oldin 2-3 mahal ertalab, tushda, kechqurun aloe sharbatidan 1 choy qoshiq tanovul qilib, uchuq toshgan joyga aloe sharbati surtib turish koni foyda. Salomat bo'ling.